Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 11-mavzu masalalar yechishni ko'rib chiqamiz. Demak, tayanch so'zlar qism butun. Demak, ikkita qismni qo'shsak butun bo'lar ekan. Ikkita qism deb aytmayapti. Aslida umuman barcha qismlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak, qandaydir butun hosil bo'ladi. Demak, masalan, aytaylik, stol nimalardan iborat? 4 ta oyog'i, o'tiradigan qismi, suyanadigan qismi. O'sha qismlarni qo'shadigan bo'lsak, bitta butun stol bo'ladi. Avtomobil ballonlari bor, eshiklari bor, oynalari bor, kuzovi bor, motor qismlari bor. Hammasi qandaydir qismlardan tashkil topgan. O'sha hamma qismlarni qo'shadigan bo'lsak, qandaydir butun hosil bo'ladi. Demak, hurmatli o'quvchilar, bu yerda naqshni takrorlang deb turibdi. Aynan mana bu yerdan qanaqa chizma ko'rilsa, xuddi shunaqa chizmani chizib qo'yishingiz kerak bo'ladi bu yerda. Masalan, mana bu ko'k, demak ko'k, qizil. Mana bu ikkita qizil bo'ladi. Xo'p, endi shuni ham qilib qo'yaylik. Mana ikkita qizil. Xo'p, ikkita sariq mana bu yerda. Xo'p, keyin mana bu yerda ikkita yashil haqida gap ketmoqda. Demak, mana yashil ketmadi-ku. Demak, mana bu yerda yashil va mana bu yerda yashil. Bo'ldi. Birinchi masala, amallarni doirachalar yordamida tasvirlang deyapti. Yaxshi. 6 ga 7 ni qo'shsak, necha bo'ladi? Bu 13 bo'ladi. Mana shuni doirachalar yordamida tasvirlashimiz kerak ekan. Xo'p, demak 6 ta 1 2 3 4 5 6. Mana 6 ta. Xo'p, endi 7 tani qo'shamiz shunga. 1 2 3 4 5 6 7. Umumiy hammasini topamiz. Umumiy hammasi sanab chiqish kerak. Demak, bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Mana. Demak, 17 dan 8 ni ayirsak, nima bo'lishini topishimiz kerak. 17 dan 8 ni ayirishni quyidagicha bajarsak osonroq bo'ladi, o'quvchilar. 17 ni quyidagicha yozamiz. 7 qo'shilgan 10 ayrilgan 8 deb yozishga imkoniyatimiz bor. Ya'ni 7 ga 10 ni qo'shsak 17 bo'ladi. Mana shu 17 dan 8 ayirish kerak. Endi mana bu 10 dan 8 ni ayirsam bo'ladi bu 2. 2 ga 7 ni qo'shsam bo'ladi bu 9. Ana. Misol 9 bo'ladi. Ya'ni umumiy shu yerda 17 ta bo'lishi kerak. Kelinglar 17 dan sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Shundan endi 8 tasini olib qo'yish kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 tasini olib qo'ydim. Endi mana bu yerda necha dona sharcha qolganini topamiz. Demak, bu 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ana aynan 9 ta sharcha qolgan ekan. Ikkinchi masalamiz. Masalalarga doir ifodalar tuzing va ularni yeching. Jo'natma 5 kun davomida samolyotda va yana 5 kun poyezdda keltirildi. Jo'natma necha kunda kelgan deyapti. Demak, 5 kun. Umuman jo'natma degan paytimizda nimani tushunishimiz kerak, o'quvchilar? Aytaylik, Amerikada qandaydir sizni qarindoshingiz bor yoki tanishingiz bor. Xo'p, umuman yoki qandaydir bozor, amazon.com sayti aytaylik. Umuman Amerikaning katta bozori. Umuman farqi yo'q. O'sha yerdan sizga yangi iPhone jo'natmoqdalar. O'sha jo'natma deyiladi. O'sha yerdan qanaqadir mahsulotni O'zbekistonga jo'natyapti. Demak, 5 kun davomida samolyotda va yana 5 kun davomida poyezdda to sizga kelguncha yurgan. Umumiy 10 kun da sizga jo'natma yetib kelgan.
Pochtachi 78 ta gazetani tarqatishi kerak edi. Agar u 32 ta gazetani tarqatgan bo'lsa, tarqatiladigan yana nechta gazeta qolgan? Umumiy 78 ta bor edi. Shundan 32 tasini tarqatib bo'libdi. Yana nechta qolgan deyapti? Jami o'zi umuman jami 78 ta edi. Shundan 32 tasi tarqatib bo'lingan. Demak, qolgan topish uchun bu ayirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin sizlar uchun ustuncha qilib ayiramiz. 78 ayrilgan 32. 8 dan 2 ni ayirsam bo'ladi bu 6. 7 dan 3 ni ayirsam bo'ladi bu 4. Demak, to'g'ri javob 46 ga teng ekan. Davom etamiz. 3-masala. Ortiqcha qutilar ustiga chiziq torting. Demak, bu yerda 30 dan kichik sonlar yozilgan. Qutilar turibdi. Xo'p, demak bu yerda 30 dan kichiklarini qoldirishimiz kerak. Demak, bu yerda 18 qoladi. 32 esa qolmaydi, chunki 30 dan kichik bo'lishi kerak. Va bu yerda 30 dan bu 30 ham kichik emas. Xo'p, bu yerda 28 30 dan kichik, 9 ham 30 dan kichik. Xo'p, buni nima ahamiyati bor umuman deb aytishlaringiz mumkin. Aytaylik, masalan, bu qutilar ichiga poyabzal, ya'ni botinka turibdi. Bu 30 uni razmeri. Siz sotuvchisiz, bularni saralab chiqyapsiz. Menga hozir 30 dan kichik razmeri, ya'ni o'lchovi 30 dan kichik bo'lgan botinkalar kerak va ularni savdoga chiqarib qo'yaman deb siz shu korobkalarni, ya'ni qutilarni saralayapsiz. Bu yerda 32 razmerli siz uchun hozir kerak emas, shuning uchun buni o'chirib tashlayapmiz. Endi ikkinchisi, bu yerda 45 dan katta sonlar yozilgan qutilar turibdi. Shuni bizlar uchun 45 dan kattalari kerak. Demak, 54 bizga kerak, 46 albatta kerak. 45 dan katta emas, shuning uchun bu 45 kerak emas. 92 bizlar uchun kerakli, chunki 45 dan katta. 29 esa albatta keraksiz, chunki 45 dan bu kichik. Bizga kattasi kerak. Davom etamiz. 4-masala. Jadvalni to'ldiring deyapti. Kamayuvchi, ayriluvchi ayirma. Demak, masalan, bu 70 ayrilgan 20 desak, javob chiqadi 50. Bu yerda 70 soni kamayuvchi deyiladi, chunki 70 soni kamaymoqda. 20 ayriluvchi deyiladi. 20 demak ayrilayotgan son, 50 esa chiqqan javob, ya'ni ayirma. 70 dan 20 ayirsak bo'ladi, bu 50 bo'ladi. Xo'p, ana endi kamayuvchi, ya'ni 50 ekan. 50 dan qaysi sonni ayirsak 30 bo'ladi, o'quvchilar? 50 dan ayirib ko'ramiz 30 ni. 0, 5 dan 3 ni ayirsak 20. Demak, bu yerda 50 dan 20 ayirsak 30 ga teng bo'lar ekan. Xo'p. Qandaydir sondan 60 ni ayirgan paytimda 30 qoldi. Mana bu yerdagi sonni topishimiz uchun bu ikkalasini qo'shish kerak. Ya'ni 60 ga qo'shamiz 30 ni. 0 ga 0 qo'ysak 0, 6 ga 3 qo'ysak 9. Demak, bu yerda 90 bo'lar ekan. 90 dan ayirib ko'ramiz 60 ni. 0 dan 0 ayirsak 0, 9 dan 6 ayirsak 3. Aynan 30 soni hosil bo'lmoqda. 14 dan nechini ayirsak 7 bo'ladi. Shuni topishimiz kerak. Demak, 14 ayrilgan 7. 14 dan 7 ni ayirsak 7 qoladi. Demak, mana bu yerda 7 bo'lar ekan. 14 dan 7 ni ayirsak yana 7 hosil bo'ladi. Davom etamiz. 15 dan 7 ni ayirsak 8, 9 qolishi uchun, demak, 9 ga 9 ni qo'shamiz 18. 18 dan 9 ayirsak 9 bo'ladi-da. Endi 32 dan 1 ayirish kerak. 2 dan 1 ayirsak 1, 3 dan 1 ayirsak 2. Demak, 21 bo'lar ekan. 32 dan 1 ayirsak 21. Davom etamiz. 5-masala. Rasmda pochtadan uygacha bo'lgan yo'l tasvirlangan. Yo'l ustiga yozilgan sonlar shu orqali masofani bosib o'tishga sarflangan vaqtni anglatadi. Pochtachi pochtadan uyga tezroq yetib borish uchun qaysi yo'ldan yurishi kerak? Eng qisqa yo'lni rangli qalam bilan bo'yang deb aytmoqda. Bu ajoyib masalaga o'xshayapti. Demak, mana bu yerda pochta markazi borligini bilamiz. Xo'p, endi uyi. Pochtachi,
Demak, pochta markazidan uyiga bormoqchi. Bu yerdagi 3, 5, 4 lar aynan shu yo'ldan boradigan bo'lsa, mana bu yergacha 3 soat vaqt ketishini bildiradi va bu yerdan bu yergacha yana 5 soat vaqt ketishini bildiradi. Biza pochtachini uyidan, pochta ishxonasidan to uyigacha bo'lgan masofani iloji boricha kamroq vaqtda bosib o'tishimiz kerak ekan. Demak, uydan yo'lga chiqdi. 3 soat mana bu yergacha keldi. 5 soat mana bu tibbiyot punktidan to uyigacha yetib oldi. Demak, 3 ga 5 qo'ysak 8. Birinchi variantimizda 8 soat yo'lga yurdi. 8 soat. Juda ko'p vaqt ekan bu. Xo'p, ikkinchi variantimiz 5 soat maktabgacha, maktab ichidan o'tib 4 soat yana mana bunaqa aylanib yurish bo'ldi. 5 ga 4 qo'ysak 9 yo'q. 9 soni ko'p 8 dan. Endi bunaqa yuradigan bo'lsak 4 soat, 5 soat, 9 soat. Shuni o'zi 9 soat bo'lgani hisobiga mana bu 8 soatlik yo'l qolaveradi. Biz eng qisqa yo'lni topdik. Bu uydan mana bunaqa mana chizib ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha yuradigan bo'lsa 8 soatga eng qisqa yo'lni bosib o'tar ekan. Davom etamiz, hurmatli o'quvchilar. 6-masala. Pochta bo'limida O'zbekistonga 37 ta jo'natma yig'ildi. 23 ta jo'natma Toshkent shahriga, qolganlari esa O'zbekistonning boshqa shaharlariga jo'natildi. O'zbekistonning boshqa shaharlariga nechta jo'natma jo'natildi deb savol bermoqda. Umumiy 37 ta jo'natma yig'ildi. O'zbekistonda shundan 23 tasi Toshkentga, qolganlari o'sha O'zbekistonning boshqa shaharlariga. Endi qolganlarini topish uchun aynan jamisidan Toshkentga qolganini aytsak, 7 dan 3 dan aytsak 4, 3 dan 2 dan aytsak 1. Demak, 14 ta jo'natma O'zbekistonning boshqa shaharlariga yo'naltirilgan ekan. Xo'p, 7-masalamiz hisoblang. 82 dan 41 ayirib, yana 11 ayirishimiz kerak ekan. Keyin shuni mana bu yerda bajaramiz. 82 ayrilgan 41. 2 dan 1 ayirsak 1, 8 dan 4 ayirsak 4, 41. Endi 41 dan yana 11 ayiramiz. 1 dan 1 ayirsak 0, 4 dan 1 ayirsak 30. Demak, to'g'ri javob 30 teng ekan. Endi ikkalasini qo'shib 26 ni ayirishimiz kerak ekan. 17 qo'shilgan 32. 7 ga 2 ni qo'shsam 9, 1 ga 3 ni qo'shsam 4, 49. 49 dan 26 ni ayiramiz endi. 9 dan 6 ni ayirsam 3, 4 dan 2 ni ayirsam yana bo'ladi 2, 23. Misol javobi 23 ekan. Endi birinchi navbatda 56 dan 15 ni ayiramiz, keyin 14 ni qo'shamiz. Demak, 56 ayrilgan 15. 6 dan 5 ayirsam bo'ladi bu 1. 5 dan 1 ayirsam bo'ladi bu 4. 41. Endi 14 ga 41 ni qo'shamiz. 14 qo'shilgan 41. 4 ga 1 qo'shsam 5, 1 ga 4 qo'shsam 5. Demak, to'g'ri javob 55 bir ekan. Bu yerda 82 dan 51 ni ayiramiz. Demak, 82 ayrilgan 51. 2 dan 1 ayirsam 1, 8 dan 5 ayirsam 3, 31 bir ekan. Endi 73 dan 31 ayiramiz. 73 ayrilgan 31. Xo'p, 3 dan 1 ayirsam 2, 7 dan 3 ayirsam 4. To'g'ri javob 42 bir ekan. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mavzumiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 14-dars. Sonni orttirish va kamaytirishga doir masalalar. Tayanch so'zlar: ta ortiq, ta kam. Hurmatli o'quvchilar, bu tayanch so'zlarimizni masalalar bajarish jarayonida mustahkamroq o'rganib olamiz. Xo'p, qiziqarli masalaga o'tamiz. Qonuniyatni aniqlang deyapti. Bu ajoyib qonuniyat. E'tibor beringlar. Chiziqlar kesishgan nuqtalarni sanaymiz. Bu, xo'p, rangini o'zgartiraman. Bu birinchisi, ikkinchi, uchinchi, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 9 tami? 9 ta. Kesishgan nuqtasi bittami? Bitta. Demak, bu yerda sanaymiz. 1, 2, 3, 4. Demak, so'roq o'rniga 4 bo'lishi kerak. Davom etamiz. Har bir juftlikdagi rasmlarni taqqoslang.
rasmlarda nima o'zgardi demoqda. Demak, bu yerda notebook bor edi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xo'p, 6 ta notebook bor edi. Yana 2 ta notebook kelib qo'shildi. Ya'ni 6 ga 2 ni qo'ysak 8. Bu yerda 8 ta notebook bo'ldi. Xo'p, ana endi bu yerda oldingi holatga qaytish uchun 8 dan 2 ni ayirayapti. 8 dan 2 ni ayirsa 6, ya'ni 8 ta notebook bor edi. Shuni 2 tasini qo'ymasak, oldingi 6 ta notebook hosil bo'lar edi. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 5 ta qalam bor edi. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ta ko'k qalam qo'shildi. Demak, 5 ga 2 ni qo'shsak, bu 7, jami 7 ta qalam bo'ldi. 7 ta qalam bor edi. Mana shu 2 ta ko'kni olib qo'yadigan bo'lsak, yana qaytib 5 ta qalam qoladi. Ikkinchi masala. Azizaning 6 ta rangli qalami bor. Umidaning qalamlari esa Azizaning qalamlaridan 4 taga ko'p. Umidaning nechta rangli qalam bor? Demak, masalaning sharti bo'yicha Azizada 4 ta qalam bor edi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. 4 ta emas, 6 ta ekan. 5-chi va 6-chi. Demak, bu yerdagi xatolikni o'chirib qo'yamiz. Buni 6 qilib qo'yishimiz kerak ekan. Demak, Umidada undan yana 4 ta ko'p. Ya'ni Azizada bor 4 ta qalam bor. Mana 6 ta qalam bor. Undan tashqari yana 4 ta qalam ko'proq bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qalamlar ko'proq. Shunda ko'ra Umidadaga nechta qalam bor? 6 ta bor edi, qo'shildi, yana 4 ta qo'shildi. Shunda 10 ta qalam borligini ko'rishimiz mumkin. Demak, jami qalamlar soni 10 ta. Davom etamiz. 3-chi masala. Shkafning yuqori tokchasida 7 ta darslik turibdi. Pastki tokchasida darsliklar soni ustki tokchasiga qarang. Tokchasidagi darsliklardan 4 ta ko'p. Pastki tokchasida nechta darslik bor deyapti. Umuman bu jarayonni rasm bilan ifodalasa juda ham yaxshi bo'lardi. Bu yerda darslik kamchiligi rasm qo'yilmagani. Demak, shkaf oddiy ko'rgansizlar. Xo'p, demak, shkafni oddiy to'rtburchak qilib chizaveramiz. Endi uni tokchalari bo'ladi. Mana bunaqa tokchasi, birinchi tokcha, ikkinchi. Uni ichiga qalamlar qo'yiladi, kitoblar qo'yiladi. Demak, shkafning yuqori tokchasida 7 ta darslik kitob turibdi. Bu yerda 7 ta ekan. Pastki tokchasida darsliklar soni ustki tokchasidagi darsliklardan 4 ta ko'p ekan. 4 ta ko'p degani uchun 7 ga shunchaki qo'shamiz 4 ni. 7 ga 4 qo'shsak 11. Demak, pastki tokchasida nechta darslik bor? Javob 11 ta darslik bor. Nima uchun qo'shdik? Ta ko'p degan so'zga e'tibor beringlar. Shuncha ko'p degani uchun. Xo'p, bu ta ko'pga o'zimizdan misol aytamiz. Aytaylikki, Aliga 7 ta ruchka bor edi. Bekzodda Bekzoddan 3 ta ko'p. 3 ta ko'p degan hisobiga, ya'ni 7 ga 3 ni qo'shamiz. Bu yerda Bekzodda 10 ta ruchka bor ekanligini tushunishimiz kerak bo'ladi. Demak, ta ko'p desa nima qilar ekanmiz? Qo'shar ekanmiz. Davom etamiz. Azizaning 6 ta rangli qalami bor. Sardorning qalamlari esa Azizaning qalamidan 2 ta kam. Sardorning nechta rangli qalam bor? Demak, Azizada 6 ta qalam bordi. Birinchi qalam, ikkinchi qalam, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi. Sardorda undan 2 ta kam ekan. Demak, 2 ta kam bo'lgani uchun mana shu 2 tasini olib qo'yishimiz kerak. Demak, o'z-o'zidan Sardorda 4 ta qalam borligini bilishimiz mumkin. 1, 2, 3, 4. Demak, umumiy 6 ta qalam bor edi. Sardorda 2 ta kamligi uchun 4 ta qalam qoldi. Demak, har bir bo'sh katakka uning rangiga mos katakdagi sondan bitta katta sonni yozing deyapti. Xo'p. Demak, rangiga moslab olishimiz kerak ekan. Hurmatli o'quvchilar, e'tibor beringlar. Mana bu yerdagi
rang bilan mana bu yerdagi rang bir-biriga o'xshaydi. Demak, bu 47 bo'lsa, bitta katta sonni yozsak, 47 ga 1 qo'shamiz. Bo'ladi bu 48. Bu rang bilan mana bu rang bir xil. 98 ga 1 qo'shamiz. 99. Yashil bilan bu yashil 63 ga 1 64. Demak, bu och ko'k. Demak, 34 ga 1 qo'shamiz. 35. Mana shu 1 ni qo'shyapmiz chunki bittaga katta sonni yozing deyapti. Aynan rangiga mos bo'lgan sonni topib shunday qilishimiz kerak. Demak, pushta 92, 92 ga 1 qo'shsak 93. Demak, bu rangimiz mana bu 11 bo'lsa, bunisi 12 bo'ladi. Demak, bu rangimiz 63. Bunga 64 yozgandik. Bu 5 ga tagimiz, demak, bu bilan bos 21. Sariq 15 ga mos, 15 ga 1 qo'shsak 16. Sariq, baland sariq 56 ga mos, demak bu 57 bo'lar ekan. Ajoyib misol ekan. Davom etamiz. 6-masala. Kompyuter xonasida stollar 2 qator qilib qo'yilgan. Chap qatorda 6 ta stol bor, o'ng qatorda stollar soni esa chapdagidan bitta kam. O'ng qatorda nechta stol bor? Bitta kam ekan bor yo'q. Demak, 6 ta bor edi, shundan bitta kamaytiramiz. Bitta kamaytirsak o'zidan 5 ta qoladi. Demak, javob o'ng qatorda 5 ta stol bor. 7-misolimizga navbat. Misollar ko'rinishida yozing. Sonlari 10 taga orttiring. Demak, sonlarni 10 taga orttiring degan har biriga 10 ni qo'shib chiqing degan. Demak, 13 ga 10 ni qo'shsam 23. 10 ni qo'shaman 32. 38 ga 10 ni qo'shamiz. Xo'p, 38 qo'shilgan 10. 8 ga 0 ni qo'shsam 8, 3 ga 1 qo'shsam 4, 48. 43 ga 10 ni qo'shaman. 43 qo'shilgan 10. 3 ga 0 ni qo'shsam 3, 4 ga 1 qo'shsam 5, 53. Demak, mana bu son 53 ekan. Buni 10 taga orttiraman 61. 10 taga orttiraman 82. 10 taga orttiraman 93. Davom etamiz. Sonlarni 10 taga kamaytiring. Demak, 10 ga kamaytiramiz. 18 edi, 10 ga kamaytirish bu 10 ni ayirish degani. 18 dan ayiramiz 10 ni. 8 dan 0 ayirsam 8, 1 dan 1 ayirsam 0. Demak, bu 8 bo'lar ekan. 25 dan 10 ni ayiraman. 25 ayrilgan 10. 5 dan 0 ayirsam 5, 2 dan 1 ni ayirsam bo'ladi bu 1. 15. Demak, bu 15 ekan. 37 dan 10 ni ayiraman. 27. 49 dan 10 ni ayiraman. 39. 50 dan 10 ni ayiraman. 40. 63 dan 10 ni ayiraman. 53. 77 dan 10 ni ayiraman. 67. Demak, hurmatli o'quvchilar, 14-mavzumiz tugadi. E'tiborlar uchun rahmat.